Viloyatimizda qishloq xo'jaligi sohasida yildan yilga salmoqli natijalarga erishilmoqda. Milliy iftixorimiz bo'lgan paxta xom ashyosini o'z vaqtida yig'ishtirib olinishida mavsum oldi ko'rilgan puxta tayyorgarliklar o'zining ijobiy samarasini ko'rsatmoqda. Bu yilgi paxta mavsumida Chinobod paxta tozalash aksiyadorlik jamiyatiga qarashli paxta tayyorlov maskanlarida samarali ishlar tashkil etilgan. Tuman ichki ishlar bo'limi yong'in xavfsizlik bo'linmasi xodimlari tomonidan ishchi xodimlarga yong'in xavfsizligi chora-tadbirlari borasida tushuntirish, targ'ibot ishlarini amalga oshirmoqda. Baliq tumanida fermer xo'jalar tomonidan yetishtirilgan paxta hosilini hozir tumandagi uyushmaga aholi, hasharchilar tomonidan terib yig'ib olish, davlat tomonidan topshirish ishlari qizg'in olib borilyapti. Tumanda 5 ta hasharchilar yotoqxonasi tashkil etilgan. Har biriga yong'in xavfsizlik xizmati xodimlari bertirilib, kecha kunduz xizmat olib borishyapti. Bundan tashqari Chinobod paxta tozalash maskaniga qarashli, zavodiga qarashli 5 ta paxta tayyorlov maskanlarida ham har bittasiga yong'in xavfsizlik xodimlari biriktirilgan. Hammasi kecha kunduz ular ham xizmat olib boryapti. Ularning asosiy maqsadimiz terib yig'ib olingan paxtani favqulodda yong'inlardan saqlash, maqsad yong'in xavfsizligini ta'minlash. Chinobod paxta tozalash aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Guliston paxta tayyorlov maskaniga bu yil 2000 tonna paxta qabul qilib olish rejalashtirilgan. Tursunboy Rejabov boshchilik qilayotgan Bo'ston paxta tayyorlov maskaniga esa 5500 tonna paxta xom ashyosi kirib kelishi rejalashtirilgan. Ichki ishlar bo'limi, yong'in xavfsizlik bo'linmasi xodimlari paxta mavsumini ko'ngildagidek o'tkazishda ishchi xodimlarga yong'in xavfsizlik talablari, uskunalardan to'g'ri foydalanish haqida tushunchalar berib bormoqdalar. 2016-yil hosilini qabul qilyapmiz hozir. Hozirgi kunda ancha paxta kirdi. Fermerlar reja bo'yicha 4200 tonna paxta qabul qilamiz. 3 ta massivimiz bor. 3 ta massivda 52 ta fermerlar shega qabul qildi. O'sha topshirishadi paxtalar. Mavsum oldi tayyorgarliklari yaxshi, hozircha mana holatlar yaxshi. Bunda tushuntirish ishlari mana xodimlar biriktirilgan. Shular tushuntirish ishlari olib boryapti. Maqsad belgi hosilni yaxshi, chiroyli qabul qilish. O'rmonbek paxta tayyorlov maskaniga O'rmonbek, Istiqlol, Mo'minov massivlaridagi jami 52 ta fermer xo'jaliklari tomonidan yaratilgan oq oltin 5x5 qabul qilib olinmoqda. Buning uchun maskanda bu yil har yilgidanda puxta tayyorgarliklar ko'rilgan. Bunday ibratli ishlarni Bo'z paxta tozalash aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Mashhurbek Soliyev boshchilik qilayotgan Havvos paxta tayyorlov maskani misolida ham ko'rish mumkin. 2016-yil paxta hosilini qabul qilishga maskanimiz tayyor. Bu yilgi hosilni nesnobud qilmasdan qabul qilib olishlikka barcha ishchilarimiz shay qilingan, texnikalarimiz ham yaxshi, soz holda. Paxta punktimiz mavsumda 3000 tonna paxta qabul qilish massiga ega. Ikkita massivdan paxta qabul qilinadi. Bobur massivi bilan Guliston massividan qabul qilinadi. Mana hajarning holatlari, xudo xolasa, xodimlar tomonidan tushuntirish ishlari olib borilyapti. Tayyorgarlik yaxshi. Prezidentlarimiz yong'inni susaytiruvchi moslamalar bilan dorilangan. 2016-yil paxta hosilini qabul qilib, ishlab chiqarishga nesnobud qilmasdan topshirishlik. Havvos paxta tayyorlov maskaniga Bobur, Yangi Hayot, Guliston massivlaridagi jami 50 fermer xo'jaliklarida yetishtirilgan paxta qabul qilib olinmoqda. Paxtani sifatli saqlash, yong'in xavfsizlik talablariga amal qilish, turli xildagi ko'ngilsizliklarni oldini olish maqsadida Bo'z tuman ichki ishlar bo'limi yong'in xavfsizlik bo'linmasi inspektori Davronbek Karimov ishchi xodimlarga tushunchalar berib bormoqda. Bizning Bo'z tumani ichki ishlar bo'limi yong'in xavfsizlik xodimlari tomonidan paxta 2016-yil mavsumi davomida boshlanishdan oldin bir qator yong'in xavfsizligi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Bir qatorda xodimlar, ishchi xodimlar bilan qo'l qo'ydirish yo'li bilan yong'in xavfsizligi bo'yicha yong'in xavfsizlik qoidalarini buzmaslik to'g'risida tushuntirish ishlari olib borildi. Mana paxta mavsumi boshlandi.
paxta mavsumi davomida ham ishchi xodimlar bilan xavos punkt xodimlari bilan bir qator ishlar tushuntirish ishlari olib borilyapti. Ko'rganingizdek, shu amaliy mashg'ulotlar boshqalar o'tkazilib turibdi. Maqsadimiz yong'in xavfsizligini ta'minlash, yong'inlarni oldini olish ishlarini olib borish. Ulug'nor tumanidagi Asaka 2 paxta tozalash aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Hamidullo G'oziyev boshchilik qilayotgan Yangiobod paxta tayyorlov maskani bu yil 8400 tonna paxta qabul qilib oladi. Buning uchun maskanda 7 ta pil transportyor mavsum uchun shaylab qo'yilgan. Shu bois paxta ortib kirib kelayotgan texnikalar belgilangan muddatlarda paxtadan bo'shatilib, dalalarga jo'natilmoqda. Bir kunda 300 tonnacha paxta kiriladi. Majburiyatimiz 8300 tonna. Bu yilgi 2016-yil tayyorlov yaxshi bo'ldi. Hamma aligilardan zapchastlarimiz yetarli bo'ldi. Paxta sanoatdan ham o'zimiz ishchi xodimlarimiz ham ishlab o'z vaqtida haqlar to'lanayapti ishlarimizga. Maqsadimiz shu 5 ta massivdan paxta qabul qilamiz. Haligi majburiyatlarni xudo xohlasa so'ldiramiz yaxshilab. 2016 yuzimiz yorug' bo'lsin. Dehqonlarimizga ham, fermerlarimizga ham planlari to'lsin, hammamizga ham planimiz to'lsin. Sherzodbek Odilov boshchilik qilayotgan Ulug'nor paxta tayyorlov maskaniga 7000 tonna paxta qabul qilinishi rejalashtirilgan. Buning uchun maskanda barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Har bir paxta buntlarining kvadrat metriga moslab prezident yopqichlar tayyorlangan. 7000 tonna paxta g'aramizga joylaymiz punktimizga. Fel transport bilan 6 ta fel transport ishlayapti. Hozir shu kungacha 2500 tonna paxta qabul qildik. Bu yilda paxtalarimiz yaxshi. 2016-yil hosilimiz yaxshi. Xudo xolasa qabul qilib, joylab davlatga topshiramiz. Fermerlar xursand. Tezroq ishlari bityapti. Oldingidan ko'ra osonroq, tezroq, qulay. Traktorlarimiz ham 15000 tonna turmaydi. Vaqtida yana dalalariga borib, paxtalarga ketishyapti. Sharoitlar, ishchilarning sharoitlari, oziq-ovqatlar, sovuqlar hammasi joyida. Bugun qay bir paxta tayyorlov maskanlariga bormang, qizg'in ish jarayonlarini kuzatasiz. Shahrixon paxta tozalash aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Ilhomjon Mamajonov boshchilik qilayotgan Abdubiy nomli paxta tayyorlov maskaniga 4500 tonna paxta xom ashyosi kirib kelishi rejalashtirilgan. Buning uchun kerakli barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Paxta tayyorlov maskaniga Oltin tuproq, Abdubiy maskanlaridagi 57 ta fermer xo'jaliklari tomonidan yetishtirilgan paxta kirib kelmoqda. Shu Abdubiy punktida 4000 tonna paxta qabul qilamiz va Abdubiy va Oltin tuproq massivlaridan qabul qilamiz. Hozirda paxtalarimiz holati yaxshi. Hamma yo'q kompyuterlashtirish, elektronli tarozi, kameralar bilan bo'lib hamma yo'q. Yaxshi, sharoitlarimiz yaxshi hozircha. Fermerlar yaxshi xursand bo'lib chiqib ketishyapti. Unaqa uzoq turishgan yo'q, texnikalar yaxshi. 10 minut, 15 minutda texnikalarni chiqarib o'ryapmiz. Paxta tayyorlov maskanlarida uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan Hasanboy O'tanboyev, Abduqahhor Jo'rayev, Begala Asqarov singari o'z kasbining fidoyilari bo'lgan paxta sanoati xodimlarining ko'magida maskanlarda samarali ishlar tashkil etilmoqda. Naynavo paxta tayyorlov maskaniga bu yil 5000 tonna paxta qabul qilish rejalashtirilgan. Kirib kelgan har bir nav o'z vaqtida maxsus laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazilib, so'ngra o'z naviga ko'ra alohida buntlarga joylashtirilmoqda. Hozirgi kunga qadar 2100 tonna paxta oldik maskanimizga. Sharoitlar yaxshi, perseplarni yaxshi bo'shatib chiqarib beryapti. Namlik plastiklar ham joyida hozir. Go'z talablariga javob beryapti. Laboratoriya sharoitlarimiz ham yaxshi hammasi, ishchilarimiz ham yaxshi ishlashyapti mana. Yetarli sharoitlarda. Maqsad shu 2016-yil hosilini yaxshi saqlab, ishlab chiqarib, vatanimizga yaxshi tolalar yetkazib berish. Yaxshi xursand fermerlarimiz. Hozir 5-6 ta fermerlar planlarni bajarishdi.
2016-yil paxta hosilini mo'l-ko'l yaratilishida fermer xo'jaliklari tomonidan astoydil mehnat qilindi. Endilikda uni hech bir misqolini yerda qoldirmay, yig'ishtirib olish ishlari shu kunning dolzarb masalasiga aylangan. Ko'kka bo'y cho'zayotgan xirmonlarimiz iqtisodiy imkoniyatlarimizni yanada oshirilishiga xizmat qiladi. Bu yo'lda har bir daqiqani qadrlab, mehnat qilayotgan qishloq xo'jaligi xodimlarining ish faoliyatlari alohida tahsinga loyiq. Milliy iftixorimiz bo'lgan paxtani yig'ishtirib olishda mas'uliyat bilan ish yuritish ko'zlangan natijani beradi. Bu yo'lda mehnat qilayotgan qishloq xo'jaligi xodimlarining ham oliy maqsadlari shu: yuqori va mo'l, sifatli paxta hosilini tez kunlarda yig'ishtirib olishga qaratilgan. Akramjon Abdullayev boshchilik qilayotgan Xo'jobod paxta tozalash aksiyadorlik jamiyatiga qarashli paxta tayyorlov maskanlarida ham mavsum uchun ko'rilgan puxta tayyorgarliklar bois hozirgi qizg'in pallada ham qo'l kelmoqda. Xo'jobod paxta tozalash aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Halilullo To'qayev boshchilik qilayotgan Manak paxta tayyorlov maskaniga bu yil Do'stlik, Sobir Rahimov, Hamza, Madiyorov, Abdulla Qahhor nomli massivlardagi jami 32 ta fermer xo'jaliklari tomonidan yaratilgan paxta xomashyosi kirib kelishi rejalashtirilgan. Manak paxta tayyorlov maskanida uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan Xayrullo To'qayev, Azizbek G'oziyev, To'xtaxon Hojimatova singari o'z kasbining fidoyilari mehnat qiladilar. Ular ko'magida paxta tayyorlov maskanlaridagi har bir yumushlar ibratli amalga oshirilmoqda. Bizda shu 2000 tonna paxta olinadi. 32 ta fermer olib keladi. Bu yilgi shu paxtani tayyorlab olishga hamma sharoitimiz tayyor. 5 ta lenta felimiz bor. Hammasi ishga shay. Kelgan traktorlar shu uzog'i 10 ming ton, 5 mingta chiqib ketyapti. Ishchi kuchlarimiz yetarli. Hamma sharoitimiz bor. Mana odamlar yaxshi kayfiyat bilan ishlayapti hammasi. Paxtalarimizni kelishi ham yaxshi. Ularda endi hozir sharoitlarini qilib, paxtani yaxshi qabul qilyapmiz. Maqsadimiz shu topshirilayotgan 2016-yilgi rejani yaxshi bajarish, shu planlarda hamma o'z vaqtida bajarishdi. Manak paxta tayyorlov maskaniga kirib kelayotgan har bir nav To'xtaxon Hojimatova boshchiligida maxsus laboratoriya tahlillaridan o'tkazilib, so'ngra buntlarga joylashtirilyapti. Shuhratbek Mehmonov boshchilik qilayotgan Toyaki paxta tayyorlov maskanida ham ana shunday o'z kasbiga mehr bilan yondoshgan paxta sanoati xodimlari ko'pchilikni tashkil etadi. Toyaki paxta tayyorlov maskanida uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan To'xtamurod Muhammedov, Rustamjon Karimov, Munavvar Hasanova, Abdulhakim Komilov singari jonkuyar xodimlar ko'plarga ibrat bo'lib mehnat qilmoqdalar. To'xtamurod Muhammedov maskanda bosh laborant bo'lib ishlaydi. U har bir kirib kelgan paxta sifatini to'liq tahlildan o'tkazadi. Chunki paxtaning sifati bu qishloq xo'jaligida o'ziga xos ahamiyat kasb etishini u yaxshi biladi. Shu sohada 30 yildan beri ishlayman. Bizni paxta tayyorlash maskanimiz 3 ta massivdan paxta qabul qiladi. Jami bo'lib 4000 tonna paxta qabul qilib, Sarvontepa massivi, Sharq yulduzi, Bakir Rejab massivlariga xizmat ko'rsatadi. Hozirda kelayotgan paxtalarimiz yuqori navlarga olinyapti. Seleksiya navlaridan Sulton, yangi ekilgan S6524 hamda navbahor navlarini qabul qilamiz. Hozirda paxtani saqlanishiga qattiq e'tibor qaratilib, tunnellar qazilmoqda. Bularni sifatli qilib ishlab chiqarishda, yetkazib berishga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Sohada endi yangi hamma yo'q kompyuterlashtirib, hali nima sistemasi, smartkarta sistemasiga o'tdi. Bu qulaylik keltiryapti fermer xo'jaliklarga ham. Keltirilgan chigitli paxtani tarozida registratsiya qilib, shu kompyuter orqali tortilyapti tarozilarda.
Ana shunday o'z kasbining chinakam egalari bo'lgan soha xodimlari ko'magida dalalardan kirib kelayotgan paxtalar o'z vaqtida sifatli qabul qilib olinmoqda. Yong'in xavfsizligi chora-tadbirlari ham maskanga biriktirilgan ichki ishlar bo'limi, yong'in xavfsizlik bo'linmasi xodimlari tomonidan ishchi xizmatchilarga tushuntirib borilmoqda. Bekzodbek Nurmat boshchilik qilayotgan Kulla paxta tayyorlov maskaniga 2200 tonna paxtalar kirib kelishi ko'zda tutilgan. Rejalashtirilgan paxta hosili Buloqboshi tumanining Oybek, Ulug'bek, Qayumov nomli massivlardagi 20 ta fermer xo'jaliklari tomonidan yaratilgan bo'lib, peshma-pesh maskanga keltirilmoqda. 2016-yil hosilida 3 ta massivdan paxta qabul qilamiz. Ulug'bek, Oybek, Qayumov massivlaridan jami 2200 tonna paxta qabul qilamiz. Hozirgi kunda paxtalar chiroyli qilib, sifatli qilib qabul qilmoqdamiz. Bu yil mana hozir bizni tarozilarimiz ham elektronika bo'lib, hozir ancha ishlarimiz yengillashib qoldi. Paxtalarni chiroyli qilib, sifatli qilib tortib olishda, bu yerda tortib olishda ham yaxshi ishlar olib borilyapti. Yaxshi qabul qilinyapti paxtalarimiz. Maqsadimiz chiroyli qilib saqlab, paxtalarimizni ishlab chiqarishga berish. Dala maydonlaridan kirib kelgan paxta hosili maskan laborantlari tomonidan vaqtida tahlildan o'tkazilib, o'z navi va sifatiga ko'ra alohida buntlarga joylashtirilmoqda. Darhaqiqat, milliy iftixorimiz bo'lgan oq oltinni tez kunlarda sifatli qilib yig'ishtirib olish shu kunning dolzarb masalasiga aylangan. Bu borada har bir daqiqadan unumli foydalanish qishloq xo'jaligi sohasi xodimlaridan katta mas'uliyat talab etiladi.